Assalomu alaykum hammaga. Endi Xudo xolasa tapit qilib qilaveramiz inshaalloh. Keling akajon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling akajon. Aka charchamiz. Yaxshi, Allohga shukr, sizlar yaxshimisizlar? Qachon shu uyimizga bir arqadan signal cho'miygan bo'ladi, shokurlar. Shunday mol tarbiya bo'lib ketibman, shunday. Ma'lum. Toshkentga yuramiz, shuncha Allohga shukr. Birov signal cho'maydi. Tirbandlik juda yuqori lekin bu yoqqa bizga nisbatan-da. Yo'q, aka, unaqa narsa yo'q qo'lida Toshkentda hurmat yaxshi bo'lib qoldi, aka. Hurmat yaxshi bo'lib qoldi. Bizga shunaqa kelaman, bir 2 kunga 100 kelaman. Shunda ham signal. Shoshadi. O'zi bu yerda shoshadi, yetib birontani nimasiga uradi, o'tiradi. Asta olib ketaylik-da. Ollani aka fayda. Bepul olib ketmoqchi bo'lgan. Arqaga borishim mumkin. Yo'lni qitligini kengaytirsa bo'layotgan akajon. O'sha ikkita polosani ustiga o'tib qolyapti aka. Cheta ko'rishsammi? Taqlayapti-ku ishlamayapti. Lekin Cobalt yaxshi ekan baribir. Janovar. Birinchi chiqqanlari yaxshi chiqqan, hozirgilarni maqtamayapti lekin. Shuni. Bular o'sha 21. Shuni. Aka, bu nimadan qaytganda bu ekspertdan 21da bu bunda sitinkalarni, spirtlar sakama joyini qizdirayotgan. Bular shunaqa. Ekonomist mana. Trassaga 6,5 ta yeydi, mana shaharning ichiga 6,8 aka. Bularga yetar yo'q aka. Benzinda yuraman, umuman anonsi yo'q, zarari yo'q. O'sha 3-4 marta to'xtab metan qo'ygandan ko'ra bir marta benzin solamiz. Toshkentdan kelaman, mana qo'lni bak bilan kecha keldim. 4 ta yana qarang o'zi men sizga probegini ko'rsataman. 160 kilometr yana yurib berayli, ko'rsam. Polna bak 40 ta ketyapti-da menga. Men 40 ta soldim kecha Toshkentdan. 40 ta soldim. Bular mazza aka. Bu varianti 22,5 o'sha ikkinchi sho'rakacha chiqqanda, где-то bir iyulmi oxiri chiqdi, shu bilan yopildi-da u. Bilasizku, o'zimiz mana chetga eksport qilsak, Cobaltni Liboy mashinani eksport qilsak, ularga sistemani zo'r qilib beramiz. Zo'r, tovar qaytmasin deb bizga shuni mahallaga. Mana men oddiy Navoiyzodda ana asl qo'rg'ash ishlayman. Arachidagi anasini tushunasizga. Ekspertga
ko'tarib qo'ydilar. Azot alohida eksportga ketadigan tovar. Shuni. Nimaga buni esa eksport deydi, chunki ular deydi tekshirib boshqa qilib bana qilib qaytarib olmaslik uchun. Shuni aka. Qaytarsa keyin buni xarajatdan pul qoplash kerak-da. Конечно, kontrakt buzsa bo'ladi. Shu uchun bunaki dozani bir xil qilib kelishilgan shartnoma bo'yicha qiladi-da. Bizga mahalliy oqquy deydi, bu so'ra ular deydi. Mayli aka. Eksport so'rarsak. O'sha uchun kuzatib yurardik, hech qachon pan yemadikda. Matizda ham shu eksportdan qaytgan olib minaydik vaqtiga kichkina bachachcha edi ko'paydi. O'sha eksportdan qaytgan Matizda ham bilsangiz mana bu ikkitasi ko'tarilaydi, arqamda qaydi, Misrovka edi. Ha. Ular zo'r Matizcha edi. Ular ham ekonomiyasini mana bitta ko'rdim. Endi o'zini borib ko'rmadim, telefonda aka qancha sizga? Zapravka olib chiqib qoldim. Zapravka nechasi? 2006 shu aytganingizdan-da. Ha. Aytdim, farqi yilini. Shuni Benzinda yurganda mana shuni aka. 6 yildan 7 yil. Shuni Karaman sizga. Aka baraka toping. Do'stlar, kiramiz. Xudo xolasa boshladik inshaalloh. Mana hozir bitta do'stimiz uyiga boramiz. U o'sha bizning yoshligimizdan otasi zo'r mol boqardi. Agar o'shanda hozir mol bo'lsa, borib joy mana hech kimga aytilmadi, boshqa qilinmadi. Bozorda ham ko'ryapmiz, alhamdulillah, borib endi o'sha joyga borib savdo qilamiz, xudo xolasa. Odamlar başı to'g'ri ikkita odam ko'rsa yo'lga yotadigan holda to'g'ri. Xo'sh, mayli chalg'imaymiz, e'tibor qilmaymiz, hamma joyda bo'layotgan narsa, Xudo xolasa. Xudo xolasa inshaalloh borib faqat iltimos men bilmayman, qana nima qilib kimdir savoli bo'lsa mana shu yerga yozsin, o'sha savolni o'qib xudo xolasa javob beraveraman. Mana bu kimdir bilsa, mana bu bizdan cho'tqara qolib ketdi, mana bu Langar ko'cha deydi. Bir paytlar eng legenda bo'ylab mana shu ko'chaga turgan. Hozir bular yosh o'tdi, biznes bilan qilmaydi, hozir uyga endi bachalari kuni qo'ygan, shunaqa qilib qo'ygan. Shu ko'cha Langar ko'cha. Hozir boramiz. Do'stimning uyiga boramiz qani. Xudo xolasa mana qulaylik qani kirib savdo qilaylik qani. Ilon dadasi uyga bo'lsa, o'zi do'stimning ishga bo'lsa kerak. Gorni kombinat degan joy bor, Navoiyga kim bilsa o'sha yerda ishlaydi do'stim. Bizada u mo'l nimaga qiziqmaydi, adasi qiziqadi, adasi qiladi doim. Inshaalloh hozir telefonni qo'yamiz. Mana keldik, xudo xolasa. Qani kim bor ekan uyga? Ha, mayli, bismillah. Bozorimiz barakatli bo'lsin. Tavakkal yo'lga chiqib o'zi boshqa maqsadda chiqdik, mayli. Klientlar obunachilar uchun qilamiz. Anvar. Assalomu alaykum. Tog'ajon bormisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ha, Allohga shukr. Keling qanday? Anvar qayerda? Buni to'g'ri. Yaxshimi? Tinchmiz, rahmat Xudoga shukr. Rahmat. Qalaysiz? Charchamayapsizmi? Tinchmiz. Yuring qani to'g'ri bir mollarni tomosha qilaylik qani. Shunday zerikdim, aytdim. Toshkent zerika to'g'ri. Kelgandan darrov molni so'g'inam, mol ko'radi.
Turkça. Boqishga tashladingizmi buni? Ha, boqishga. Maşallah. Necha yosh bo'ldi bu? 2 yosh to'ladan olar. Shu eskidan yaxshi mol boqasiz, to'g'ri? Bu Tamam. bu menga sotaman degan o'q bo'shchangiz emasmi bu? Yo'q, boshqa yo'q. Bu boshqami? Bu Angus bu boshqa. Bu Angusmi? Turkda tug'ilgan 18 hali. Bu qayerda o'zida tug'ilgan? Mayda martda 2 yosh bo'ladi. Bu martda 2 yosh bo'ladi. Ha. Ha, bu kichkina chov. U nima bu? Boqishga tashladingizmi? Yo'q, uni chars bilan shu ala olmaydi. Ha. Kirgiz qiyin. Ha, o'sha olib chiqmaysiz. Bu o'zi sigiriz bachasimi? Ha, shu. Voy, maşallah. Kelgisida bu. Charsmi bu? Charsroq chiqarish qiyin menga buni. Ha. To'g'ri. Siz Angusga quydirdingizmi sigirni? Ha, Shunday chiqdimi bacha? ha. Yaxshi beribdi. Anguslardan. Kecha safar olib bitta olibdi. 27,5 millionga olibdi. Xuddi ana shunday. Yo'q, shundaymi? Ha. Xayrullo boku o'zimiz sindosh. Ha, bilaman. Ana shunday olgan Abdulla aka o'g'li. Oyoqlari lekin yomon bo'lar ekan. Sizniki oyoq sal ingiz ekan, uniki oyog'i yomon bo'lar. Greta bir 800 kilolar go'sht ko'tarib bilgan ho'kizda oyog'i bo'lar. Keyin. Keyin da bo'lsa shunday ko'tarib biladi. Zo'r bo'pti, to'g'rijon. Boqaman uni. Buni nima qilasiz? Boqamiz, ha. Qancha boqasiz endi, xudo xolasa? Maygacha bo'lar. Sovuq qilguncha boqaveramiz. Maygacha bo'ladi deysizmi? Maygacha aytganday bo'lmaydi, to'g'ri. Ha, maygacha aytganday bo'lmaydi. Yangi boshladik. Bu ham to'g'ri. Yangi yilda boshlayapsizmi? Kuchuk yetmaydimi? Tur. Tur. Bu tug'dimi? Bu tug'madimi o'g'li? Yo'q. Mana shu bachasi bu. Va, bu qaysi bachasi bu? Buni aqtimni Angusga qo'ydik. Bunimi? Ha. Angus bu ham. Bu ham Angusmi? Bu yana yaxshi ho'kizga qo'ydirdingizmi? Ha. Jal ramsasi qo'ydim, qara ho'kiz yuradi. Ha, katta. Qaracha bo'lsa. Siz ham o'zingiz joyini topasiz. Uzoq bo'lsa ham borib qo'ydirib kelasiz lekin. Bu ko'yam aprelda tug'adi-da. Aprelga mo'ljallab turibsizmi? Yozilgan chiqlasi. Ha. Aprelda tug'aydi. Ona bacha bo'ladi. Bu 2 yoshdan o'tgan. Yosh bo'lgan boshqa. Buni birinchi bachasi kelgan ho'kiz bilan keldi, bilasizmi? Qizil ho'kiz bilan. Ko'ydirma. 1 million sotdi. Ha, u payt katta pulda 21 million. To'g'ri, bu kichkinachani sotmaysizmi? Sotamiz. Charchani. Charchani ber 20 million. To'g'ri, menga kelishdi bering. Mana o'sha bilasizki, bir so'm pul yig'ib yuraman shu. O'nlarga shuni bermaydi hozir bozorlar. O'sha kichkinacha o'nlarga bermaydi. Mana beri chiqarib 7 ko'kda bir oy boqaman o'sha yerga ko'kchadan chiqarib. Tamam 15-20 ketadi o'sha. Boqib sotsam-da. Hozir sotsam 15 bersam ham bilmayman. Qo'ying. Unga bermaydi. Unga bermaydi. Kela qapti ko'rarkan shu yaqindan. Anvar nima telefonni ko'tarmayapti, to'g'ri? Yo'q, ishdan ko'tarmaydi u. Ko'tarmaydimi ishda? Qilayotganimda ko'tarmaydi. Ular tokka o'ynayotgan bo'lar-ku. Ha. To'g'ri, o'zana u g'ijdonga bitta molcha olib berdim qayntamga. Ha. Boqyotibdi. 10 turga olgan molni ko'rsam ana shuncha meglar. 1.35. Bu ham zo'r. Sentrdan ana zo'r parodnokschalar qo'ying. Aniqmi? Aqtimdan oladi, ko'zlarlar. Ha. Tasarruf olishga. Lekin ushlatmayman badanni. Ishlatadi, prosta. Nimaga charsiysizmi? Yag'ay meni sudraydi-da bu onasi. Zakashga sudrab keta qoldi. To'g'rijon. Sudraydi bu. Ha. Bu endi 1 kirami? Ha. Qachon 1 kira? Tug'ilgan qachandi buni? Ay, martda tug'ilganimi? 25 mayda tug'ilgan. Mayda tug'ildimi bu? Ha. Mana mayda 1 yosh to'ladi-da. Ha. To'g'ri, buni menga kelishtirib bering. Yo'q, Anvardan so'raysan, Anvar. Ha, qachon ana qilay, so'ray Anvardan. Qachon so'ray Anvardan? Yo'q, Anvar sotmasdan Anvar biladi-da, men aytamayman unga. Ha. Sotmasdan Anvar biladi-da. Moshina orqasiga pul olib keldim, shuni bir nima qilib bersa. Anvar qachon kelayin?
İşte saat 7'de keladi. Bitta telefon qiling, siznikini ko'tarar. 7'de keladi, 7'de. Siznikini ko'tarar, hay, siznikini. 7'de keladi. Ha, o'kisa boshqacha bo'pti bu lekin. Mashallah, bu zo'r bo'pti. Lekin ana shunday safar 27,5 million olibdi-da, xayrlidan. Sindoshimizdan. To'g'ri, o'tgan safar ham mana oq boshdan ololmay qoldim, bilasizmi? Ber, mamnuncha dedingiz. Tug'ilgan payti U payt 5 deb berdim-da. qarang, u payt sharoit yo'q edi-da, mol boqishga. Hozir endi qayntam bu yoqqa boqayotgani uchun men aytdim, olib beraveray, shu boqaversin. Qayda? G'ijduvonda zerkatda u, uyda hech kim yo'q. Nima? Qaynam ham hozir bizlar bilan Toshkentga olib ketdim-da uni. Olib ketdim, mazalari yo'q uchun. Assalomu alaykum, keling, yaxshimisiz, charchamaysiz? Anvar telefonni ko'tarmaydimi? Hozir ishgada, ha? Qilayotgan bo'lsa ko'tarmaydi. Men universitetda ko'tarmaydi. O'shanga hozir bulay bu yoqqa sharoit qilib berdik molga. Bitta maytib Anvarni borib ko'ray dedim. Kecha keldim Toshkentdan. Kecha keldim-u, bitta Anvarni ko'rsam, shuni bitta nima qilib savdo qilib olsak yaxshi bo'ladimi dedim. To'g'ri, bir telefon qilsa menga telefon qiling keyin. Kelim bilan bir telefonlardan chiqasizmi? O'zim telefonim bor, chopgan Ha, bitta qilib keling. Men nomerimni yozing, to'g'ri, bitta telefon qilasiz keyin. Bitta yozing. Ha, menga telefon qiling. Anvar agar vaqtliroq kelaman desa, o'zim borib olib kelaman ishxonasidan. Ko'rdingizlarmi, akalar? Ana shu yoqqa kelmaganimga bir 10 yillar bo'ldi, lekin bilaman, yaxshi mol boqadi. Hozir mana angusni zo'rini boqib qo'yibdi, o'zining sigirini, oddiy xashak sigirni angusga qo'ydirib zo'rganlar, zo'r chiqqan bachasi. Hozir o'sha ham 28 millionlik mol. Yo'q, olgani yo'q. Hozir siz bilan gaplashdim. 99lik. Yo'q, men Anvarga qiluvchi. Yo'q, menga nima qiling, Anvar nima qilsa bermay yozaman. Tak 99 0 58 0 59. Qarang. Mana. Saqlanib qildingmi? Yo'q, ana shu nimasiga ayda oxiri 59 0059. To'g'ri, iltimos kutaman. Dadam uyda bo'lib turaman. Hozir qilaman men Anvarga. Ha. Telefon qilasiz-a? Senga telefon qilaman, menga bor. Ha, ana Rifat aka boksiz bor o'g'li. O'sha ham eskidan quyib o'qadi. Bitta agar quyib bo'lsa, ichidan bitta qo'shqorchasini olib, uni ham beraveray. O'shanga odamlar aniq. Misol uchun 20 yildan 30 yildan beri siz mol boqasiz, ular quyib o'qadi. Menga o'shalar kalamga qo'ygan, borsa haqiqatan ham uyda bilar ularni uyda. O'sha uchun boraman, ilojim yo'q. Mayli, to'g'ridan rahmat. Mayli. Salom ayting Anvarga. Qizchalar qayerda Anvarda? Anvar qizchalar qayerda? Qizchalari maktabda. Ikkoviyammi? Ertalabki bo'ldimi? Yo'q, birov abitda boram, ana repetitorga boradi shaharga. Ha. Abitda keladi. Mayli, charchamang, to'g'ridan rahmat. Ana, inshaalloh bar otani o'zi sotadi, endi baribir o'g'lini ham hurmat qiladi-da, bular o'zi shunday. Bular eskidan shunday bir-birini anav qilib bemaslahat sotmaydi. Ota-bachalik ikkovi sindoshim, yaxshi inson. Shu bir-biriga mehribon, dadasiga ikkovi savdo qiladi, doim shunday qilib. Ana endi inshaalloh bitta tog'ni uyga boramiz, ular uyga bo'lsinlar o'sha. Ular quy bilan shug'ullanadi, quy biznesi bilan. O'sha ulardan agar bo'lsa savdo qilib, xudo xolasa qo'chqor olamiz, ulardan quy olamiz, ko'ramiz. Olib uni baribir sotamiz inshaalloh bu haftaga. Charchamang, to'g'ri, rahmat. Yaxshi insonlar bular, zo'r insonlar. O'zi sizni soha boshqa soha. Bunga yoshligimdan qiziqqanim uchun darrov pul yig'ilsa, shu yerdan shuni olaman, sotaman, shunaqa biznes qilib yuraveraman. O'zim oilam bilan Toshkentda yashayman. Kirib ko'rsalar, nimalarimni ko'rasizlar. Yaqinda farzandlik bo'lib 9 oy bo'ldi, o'g'ilchagim. Inshaalloh, umrimni rizqi bilan ham bo'lsa 3-farzandim. Farzandlar rizqini ashna terib yuraveramizda, Toshkentmi, Navoiymi farqi yo'q. Kelamiz,
qisqasi pulimiz bo'lsa lipoy joyda biznes qilib ketaveramiz. Faqat olib ham bilish kerak, qaytarib sotib ham bilish kerak o'sha narsani. Bo'lganda ham sal arzonroq qilib olib, misol uchun yo'l ko'ramiz. Mana mashina bilan yuribmiz, mana Cobalt bilan yuribmiz, boshqa qilib yuribmiz, mana avtomat. Demoqchi bo'lganim, xo'sh 1 million normalni. Pul topilsa, bu juda zo'r bu. Tamakka ham salom alaykum qilib ketaylik. Sutiga keldik. Behurmatli bo'lmasa, telefon tushib ketdi. Bu eski do'stimizni dadalari mana to'xtab labodan nur yuklayotgan ekanlar. Bir to'rlapatga nurini tashlab berdik. Qiziqamiz, iloji yo'q. Onasini ko'rsin, bu qo'pol qilib aytganda, mana shu quypoqini nurisi, mana bu molni nurisi men uchun o'sha eng zo'r o'sha odamlar iste'mol qiladi nashami, geraymi nima? O'shandan ko'ra menga buni xumor qiladi, menga bu tortadi. Hozir Rifat akam uyiga boramiz. Bu Cho'tqara ko'chasi. Hozir Rifat akam uyiga boramiz. Rifat akam uyiga bo'lsin. Rifat akam uyiga boramiz. Rifat akam uyiga keldik. Pramo qilamiz inshaalloh. Mana qilamadik-ku. Ichiga pul bor. Tashlab ketishdi qarang. Mana Toshkentda ham shu nomer bilan yuramiz. Rifat aka tatarlar uylarda maydagina mayda. Rifat aka darvozadan qarang. Bu где-то 2 mana darvoza. Tatarlar shunaqa yashaydi. Alaykum assalom. Qaraman mana bu yoqqa yozayotgan ekanlar. Alaykum assalom, alaykum assalom. Baraka topinglar. Alaykum assalom. Obuna bo'lib qolinglar. Nasib etsa bizga yaxshina o'zim zerikaman. Bir o'zim yurganda zerikaman. Yaxshi mana shu narsaga ham bir oy vaqtim ketib primoy qilish uchun. Bu yerda yomon narsa bo'lmaydi, xudo xolasa. Faqat biznes bo'ladi. Harakatda bir joyga o'tirish yo'q. Rahmat, baraka topinglar, yaxshimisiz deb yangi kirganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Rifat aka, ishkami deyman bilamiz. Bizda hamma ishga o'sha uchun bo'ldi bu yoq bilan ishimiz bitmadi. Endi bitta amakim qo'y sotaman degan ekan, ona bilan qo'y. O'shani borib ko'ramiz endi. Amakim qoldi. Ukamga aytib qo'ydim, aytgan ekanlar.
aka keling mana makimda bor degan ekanlar. Bismillah. Telefon tushib ketdi. Bir stoykalar olish kerak ekan. O'sha shun blogerlar olayotganda hammasi telefon qo'yayotgan stoyka, ana. Chista joylari. Telefon tushib ketadi, mashinaga qo'ysa bir joyga turmaydi. Musofirda kuzatayotganlar ham bormi, yo'qmi? Inshaalloh juda ko'p duo qilaman. Mana o'zi masjidga ham boramiz, duo qilamiz. Musofirdagilar ilohim shu bachalarning yoniga qaytsin. To'g'risi, men o'zim biron marta Rossiya yo boshqa joyga chiqqan inson emasman. Lekin nima deydi, boyagi onasini ko'rsin, yaxshi emas. Farzandlaridan uzoqqa, ahli yo'lidan, ota-onasidan uzoqqa yaxshi emas. Allohim shularning rizqini ko'p qilib bersa, shular yerdan ketmasa, shunday maza qilaydim. Hamma mana shu ko'chalarga biz bir paytlar sig'mas edik. Mana shu ko'chaga sig'mas edik. Joy yetmas edi bizga. Mana o'z ko'chada bir dona odam ko'rmaysan. Mana orqani ham ko'rsataman. Orqa ko'rindim yo'q, mana ko'chada bitta odam degan zot yo'q. Hamma mehnat bilan chiqqanlar bo'lsa bor, atak hech kim yo'q. Nimaga? Hamma rizq izlab ko'chaga ketgan, farzandlari umuman nimani ko'rmagan, ko'chani umuman chiqmaydi ko'chaga qisqasi. Mana o'zimiz tug'ilib o'sgan hovliga keldik. Hozir biz bu yerdan chiqib nimaga ketganmiz? Toshkentga ketganman, ko'cha mana bu yerda. Hammaga rahmat. Xudo xolasa yana jumani o'qib bo'lgandan keyin yana inshaalloh gaplashamiz. Rahmat hammaga, borlaringizga shukr. Allohga shukr. Mana teplitsalar qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa 10 kundan keyin bu boshlanadi inshaalloh. Mana inshaalloh. Duo qilinglar. Jumadan keyin yaxshilari bo'ladi inshaalloh. Yana program qilaveramiz. Rahmat sizlarga, charchamanglar.